Assalomu alaykum mehribonajonlar. Hammaga xayrli kech. Mana biz yakshanba kunida bolajonlarim uchun mantiqo bermoqchi bo'ldim. Shu davomida sizlar bilan dardlashgim keldi. Mana to'yimizga 8 yil bo'ldi. Shu 8 yilda 6 yilini erim kunda choyxonaga oshga boradi oshnalari bilan. Shu 6 yil shu bilan kurashib o'tdim. Urushni ham ko'p ko'rdim, yig'lab ham ko'rdim, lekin biron marta mana 8 yil davomida biron marta onamnikiga arazlab ketganim yo'q. Nima to'polon, nima janjal bo'lsa shu uy ichida bo'lib o'tadi, lekin arazlab biron marta ketganim yo'q. Juda ham ko'p to'sqinlik qilar edim, yig'lar edim, urushar edim, bormang, chiqib ketmang, kech kelmang. Oshnalarimning oldida o'tirsa ham telefon qilaverardim, tezroq keling. Keyin kelsa arazlar edim, gaplashmar edim, bir nimalar ko'tarib kelsa achchiq qilib yemar edim. Lekin keyinchalik tushunib yetdim, men xato qilgan ekanman. Erkak kishi ko'chani odami ekan. Oshnalari ham buni sezgan shekilli, bora-bora chaqirishmay qo'ydi oshga. Keyin erim juda ham tushkunlikka tushib qoldi. Baribir yoshligidan katta bo'lgan oshnalari. Mana 2 yil davomida tergamay ham qo'ydim. To'g'ri qabul qiladigan bo'ldim. Shun bilan mana kunda-kunora oshga boradi. Gap qaytga borgan taqdirda ham nima yesa uyga ko'tarib keladi, обязательно uyga ham. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu ishim to'g'ri qildimmi yoki tergashim kerakmidi? Sizlar qanaqa yo'l tutgan bo'lar edinglar? Hamma erkakda baribir choyxonasi bo'ladi, oshna-og'aynisi bo'ladi. Farzandlarim ham shunga ko'nikishdi. Birozgina kech qolib kelishadigan bo'lsa, darrov o'g'lim aytadi, bugun yana dadam oshi bor ekan, yana oshnalar bilan birga ekan, deb o'g'lim darrov tushunadigan bo'ldi. Endi na iloj, erkak kishi ko'chani odami ekan, shunga ko'nikamiz. Endi bora-bora o'zim ham oshlarini kutadigan bo'lib qoldim, chunki oshga borgan kuni uyda ovqat qilinmaydi, ko'chadan обязательно narsa ko'tarib keladi. Ba'zida bir haftacha bormay qo'ysa o'zim so'rayman, dadajon, siz oshga qachon borasiz? Shu bilan mana baxtlimiz. Urush janjallar ham yo'q, to'polon ham yo'q. Men qancha urush janjal qilib bormaysiz deganim bilan, lekin erkak kishi ko'chani odami baribir yoshligidan katta bo'lib ulg'aygan oshna-og'aynisidan kechib bormaydi.